o'zim bilmagan holda eng to'g'ri tanlovni qildim. Hozir bu haqda make-up qilib gapirib beraman. Xullas, salkam 2 yil oldin men Faberlic kompaniyasidan mahsulotlar xarid qildim. Avvallari Faberlic desa juda inson qotardi, bilmayman nima uchun, lekin ishonchli kompaniya deb umuman o'ylamaganman. Xullas, mahsulotlarini xarid qildim. 600 ming so'm qo'llariga berdim. 6 talik uходовый nabor, shampun, gel для душа, соль для ванны, skrab для tela olishga-ku oldim, lekin sifatiga unchalik ishonmadim. Chunki bilamiz, 600 ming so'm evaziga unaqa sifatli narsalar ololmaymiz. Yuzim quruq edi, quruqligidan juda ham qiynalardim va o'sha mashhur gyaluronka naborini tavsiya qilishgandi va uni olgandim. 1 oy davomida ishladim. Rezultati ishoninglar, bomba. Shundan so'ng esa kompaniyadan registratsiyadan o'tishga qaror qildim va ichki narxda mahsulotlarni o'zim uchun xarid qilishga qaror qildim. Shu joyda o'zim bilmagan holda eng to'g'ri tanlovni qildim. Sekin-sekin marketing planlari bilan tanisha boshladim. Juda ham qiziq va juda ham oson marketing planlari tuzilgan. Men o'zimni